O'zbekistonda gilamlar yarmarkasi boshlandi. Jizzax mezbonlik qilmoqda. Hammaga tarqatib qo'yinglar. 50 kun davomida 50% chegirmalar sizni kutmoqda do'stlar. Bitta like bosib qo'ying. 50% chegirma aynan 1-iyundan 20-iyulgacha hozir men sizga narxlarni ko'rsatib o'taman do'stlar. Tayyormisiz? Buni uzunligini qaranglar. Uzunligi 7 metr, eniga 3 metrlik gilamimiz oldingi narxi 2 million so'm sotilgan. Endilikda yarmarka narxida 945 ming so'm. Bitta like bosing, hozir men sizga navbatdagi gilamlarni ko'rsatib o'taman. 660 mingga gilamlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Oldingi narxi 1 million 200 ming so'm sotilgan. Yarmarkada 660 ming so'm. Bitta like bosib qo'ying. Voy bosing jigar, yarmarkadan foydalanib qoling. Birinchilardan bo'lib hamma gilamlarni xarid qilib qo'ying. Juda ham ko'plab gilamlar assortimenti sotuvda mavjud. 50% chegirmalar e'lon qilindi. Xalqaro yarmarka Jizzaxda bo'lib o'tadi do'stlar. Ogoh bo'linglar do'stlar. Har bitta xodimimiz bunaqangi ajoyib bejikda hamda Elmas brend tushirilgan futbolka hamda kepkalarda. Menda ham xuddi shunaqangi bejik bor. Boshqa joylardan qimmatga olib qo'ymanglar. Boshqa joyga kirsangiz ham, bizda yarmarkada turib qimmatga sotyapti. Obunachilarim meni yomon ko'rib qoladi keyin. Voy qimmatga berdi bizga deb. Yo'q, bizda ofitsialniy joydan xarid qilinglar. Har bitta gilamimizda Elmas brendi bor hamda maxsus pechatlangan yarmarka narxi e'lon qilingan xodimlarimiz mana shular bo'ladi do'stlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Aloqaga chiqib shu kishi bilan bog'lanib kelaverasizlar do'stlar. Videoga bitta like bosing, butun O'zbekiston aholisiga tarqatib qo'yinglar. 50 kun davomida Jizzax viloyatida gilamlar, xalqaro gilamlar yarmarkasi boshlandi do'stlar.